Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men juda og'riqli va ko'pchilikni xavotirga solayotgan mavzuni tushuntirib beraman. 2026 yilda pensiya hisob kitoblarida nimalar o'zgardi? Nega ayrimlarga minglab so'm qo'shildi? Ayrimlarga esa deyarli tiyin ham sezilmadi. Ba'zi odamlar esa pensiyam kamayib qoldi deb shikoyat qilyapti. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga va hozir ishlayotgan, ertaga pensiyaga chiqadigan fuqarolarga ham bevosita tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men sizga faqat umumiy gap emas, aniq misollar, qaysi holatda xavotirlanish kerakligi, qaysi holatda esa bu oddiy qayta hisob kitob ekanini tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday tushuntirishlar ko'p odamning pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Avvalo eng muhim savolga javob beraman. Pensiyalar haqiqatan ham hamma uchun kamayib ketdimi? Yo'q, hamma uchun bir xil kamayish bo'lgani yo'q. Lekin ko'pchilikning qo'liga tegayotgan summa o'zgargan, ayrim ustamalar qayta tekshirilgan, ayrim to'lovlar alohida ko'rinishda berilgan, ayrim qarzdorliklar yoki ushlanmalar avtomatik ushlab qolingan. Ayrim pensionerlarda esa avval noto'g'ri qo'shib kelingan summa to'xtatilgan bo'lishi mumkin. Oldin ko'p odam pensiyasini bitta umumiy summa sifatida ko'rardi. Masalan, kartaga 1 million 400 ming so'm tushsa, odam shuni mening pensiyam deb bilardi. Aslida bu summaning ichida asosiy pensiya, ish staji uchun hisoblangan qism, ustama, kompensatsiya, ayrim hollarda qo'shimcha ijtimoiy to'lov, indeksatsiya natijasida qo'shilgan farq, bank yoki ijro hujjati bo'yicha ushlanma bo'lishi mumkin. 2026 yildagi eng katta o'zgarishlardan biri shundaki, hisob kitoblar yanada batafsil tekshirilmoqda, ma'lumotlar elektron bazalar bilan solishtirilmoqda va har bir ustamaning asosi bor yo'qligi ko'rilmoqda. Shuning uchun bir pensionerga haqida 1000 so'm qo'shilgan bo'lsa, boshqasiga haqida 1000 so'm qo'shilgan. Yana bir odamda esa umumiy tushum 7000 so'mga kamaygandek ko'ringan. Bu holatni tushunish uchun avvalo pensiya nimadan tuzilishini bilish kerak. Men buni oddiy tilda aytaman. Pensiya bu faqat davlat hammani bir xil oshirdi degan narsa emas. Pensiya har bir odamning ish staji, ish haqi tarixi, pensiya turi, imtiyozlari, nogironlik guruhi, qaramog'idagi shaxslar yashash hududi, ishlayotgan yoki ishlamayotganligi, shuningdek avvalgi yillarda to'g'ri hujjat topshirmaganiga qarab farq qiladi. Endi kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerakligini tushuntiraman. Birinchi guruh. Pensiyasida ustama bor odamlar. Masalan, nogironlik bo'yicha ustama, urush yoki mehnat faxriyligi bilan bog'liq ustama, alohida xizmatlar uchun qo'shimcha, qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs borligi uchun qo'shimcha, yolg'iz keksalarga beriladigan yordam, ma'lum hudud yoki sharoit bilan bog'liq kompensatsiya. Agar 2026 yilda elektron tekshiruv paytida ushbu ustamaning hujjati bazada ko'rinmasa yoki muddati tugagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Odam esa buni pensiyam kamaydi deb qabul qiladi. Masalan, bir onaxon 1 million 220 ming so'm pensiya olib kelgan deylik. Uning ichida 1 million 180 ming so'm asosiy pensiya, 90 ming so'm qo'shimcha ustama, 70 ming so'm kompensatsiya bo'lgan. 2026 yilda indeksatsiya natijasida asosiy qismiga 70 ming so'm qo'shildi. Lekin 9 ming so'mlik ustama bo'yicha hujjat bazada tasdiqlanmadi va to'lov vaqtincha to'xtadi. Natijada onaxon 1 million 300 ming so'm oldi. U oshirish bo'ldi deyishdi, lekin menga 20 ming so'm kamaydi deydi. Aslida asosiy qism oshgan, lekin ustama to'xtagani uchun umumiy summa kamaygandek ko'ringan. Ikkinchi guruh ishlovchi pensionerlar, ishlab turgan pensionerlarning ayrimlari daromadlari, majburiy ajratmalar, ijro hujjatlari, kredit yoki aliment qarzdorligi, kommunal qarzdorlik bo'yicha sud yoki ijro organlari qarori bo'lsa, kartaga tushadigan pul kamayishi mumkin. Bu pensiya kamaydi degani emas, bu ushlanma bor degani. Juda ko'p odam buni farqlamaydi. Men ko'p murojaatlarda shuni ko'raman. Menga 20 ming kam tushdi, pensiya jamg'armasi kesibdi deydi. Tekshirilsa, ijro varaqasi bo'yicha 20 ming so'm ushlab qolingan bo'ladi. Masalan, bir otaxon 1 million 800 ming so'm pensiya oladi. 2026 yilda unga 1020 ming so'm qo'shilishi kerak edi. Ya'ni hisob bo'yicha 1 million 920 ming so'm chiqdi. Lekin bank kredit qarzdorligi bo'yicha ijro hujjati kelgan va har oy 2 ming so'm ushlanmoqda. Kartaga 1 million 670 ming so'm tushadi. Otaxon o'ylaydi, mening pensiyam 130 mingga kamayibdi. Aslida pensiya 120 mingga oshgan.
lekin ushlanma sabab qo'lga kam pul kelgan. Shuning uchun men har doim aytaman, kartaga tushgan summa bilan rasmiy hisoblangan pensiya summasini adashtirmang. 3-guruh. Pensiya ishida eski hujjatlari to'liq bo'lmagan fuqarolar. Ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillar boshida ishlagan, korxonasi yopilib ketgan, mehnat daftarchasida muhrni aniq bo'lgan, ish haqi ma'lumotnomasi topilmagan. Staji taxminan kiritilgan odamlar 2026-yilda qayta tekshiruvda muammoga duch kelishi mumkin. Agar avval biror davr stajga qo'shilgan, keyin elektron tekshiruvda tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya miqdori qayta ko'riladi. Bu har doim ham kamayish degani emas, lekin xavf bor. Misol keltiraman. Bir fuqaro o'tgan yil staj bilan pensiyaga chiqqan. Pensiyasi 1.600.000 so'm. Keyin tekshiruvda 4 yil staj bo'yicha ma'lumot to'liq emasligi aniqlangan. Agar u 4 yilni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini olib kelsa, pensiya o'z joyida qoladi yoki oshishi ham mumkin. Agar tasdiqlay olmasa, hisob-kitob 26 yil staj asosida qayta ko'riladi va farq chiqishi mumkin. Shuning uchun staj hujjatlari, ayniqsa eski yillarga oid ish haqi va mehnat faoliyati ma'lumotlari juda muhim. 4-guruh, yangi pensiyaga chiqqanlar. 2026 yilda pensiyaga chiqayotgan odamlar qo'shildi yoki kamaydi degan gaplarni boshqalardan eshitib, o'z pensiyasini noto'g'ri solishtiryapti. Masalan, qo'shningiz 1.700.000 oladi, siz 1.200.000 olsangiz, bu sizga kam berildi degani emas. Qo'shningizning staji 38 yil, ish haqqi yuqori bo'lgan, sizda esa staj 22 yil va maosh rasmiy ravishda kam ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Pensiya hisobida eng og'ir oqibatlardan biri norasmiy ishlashdir. Bugun konvertda maosh olgan odam ertaga pensiyada o'sha maoshni isbotlay olmaydi. 5-guruh o'quvchisini yo'qotgan oilalar. Bu yerda ham farqlar katta bo'ladi. Bir oilada 2 nafar voyaga yetmagan bola bo'lsa, boshqa oilada bitta talaba farzand bo'lsa, yana bir oilada bola umumda yoshga to'lgan bo'lsa, to'lovlar o'zgaradi. Masalan, bola umumda yoshga to'ldi. O'qishni davom ettirmasa, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha ulushi to'xtashi mumkin. Oila esa buni pensiya kamaydi deb biladi. Aslida huquq beruvchi holat o'zgargan bo'ladi. Endi kimga minglab so'm, kimga tiyin qo'shildi degan masalani ochib beraman. Odatda pensiya oshirilganda hamma bir xil summa olmaydi. Agar oshirish foizda bo'lsa, pensiyasi yuqoriroq odamga pul ko'rinishida ko'proq qo'shiladi. Masalan, 1 million so'm oladigan pensionerga 10% oshsa 7.000 so'm qo'shiladi. 2.500.000 so'm oladigan pensionerga 10% oshsa 2.500.000 so'm qo'shiladi. Ikkalasiga ham bir xil foiz qo'llangan, lekin qo'lga qo'shilgan pul har xil. Agar oshirish eng kam miqdorlar yoki bazaviy ko'rsatkichlar orqali bo'lsa, unda ayrimlarga sezilarli, ayrimlarga juda kam ta'sir qiladi. Masalan, pensioner A 900.000 so'm atrofida eng kam pensiya chegarasiga yaqin to'lov oladi. Davlat eng kam miqdorni ko'tarsa, uning pensiyasi darhol yangi minimumga moslashtiriladi va unga 1.3 so'm qo'shilishi mumkin. Pensioner B esa 2.300.000 so'm oladi. Uning pensiyasi minimumdan ancha yuqori, ayrim ustamalari alohida hisoblanadi. Shu sabab unga faqat asosiy qism bo'yicha 40.000 yoki 60.000 so'm qo'shilishi mumkin. Pensioner C esa 1.500.000 oladi. Lekin undan 100.000 so'm ushlanma bor. Hisobda shaxmat men qo'shilgan, amalda kartaga bor yo'g'i 2.000 farq bilan tushgan. Shu joyda odamlar birovga minglab qo'shildi, menga tiyin deydi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya oshirilgan oy bilan pul tushgan oy bir xil bo'lmasligi mumkin. Qaror bir sanadan kuchga kiradi, lekin bankka o'tkazish, qayta hisoblash, farqni keyingi oyda to'lash holatlari bo'lishi mumkin. Ba'zan odam birinchi oyda eski summani oladi, keyingi oyda esa 2 oylik farq bilan ko'proq oladi. Shuning uchun bir oylik tushumga qarab yakuniy xulosa qilmang. Ikkinchi nozik jihat, har bir qo'shimcha doimiy bo'lavermaydi. Ba'zi to'lovlar vaqtinchalik bo'ladi. Masalan, kompensatsiya bir martalik yordam. Ma'lum muddatli ustama yoki ijtimoiy yordam pensiyaning doimiy qismi emas. Odam bir oy 1.700.000 oldi, keyingi oy 1.500.000 oldi. U kamaydi deydi. Tekshirilsa. Oldingi oyda bir martalik 200.000 so'm yordam qo'shilgan bo'ladi. Doimiy pensiya esa aslida 1.500.000 bo'lgan. Uchinchi nozik jihat, nogironlik guruhi o'zgarsa, pensiya ham o'zgaradi. Masalan, fuqaro avval 2 guruh nogironlik bo'yicha to'lov olgan, keyingi tibbiy ko'rikda 3 guruh belgilangan yoki nogironlik muddati uzaytirilmagan.
Bu holatda pensiya turi va miqdori o'zgarishi mumkin. Juda ko'p odam tibbiy ko'rik muddatini o'tkazib yuboradi. Keyin to'lov to'xtaydi yoki kamayadi. Men bunday vaziyatda birinchi navbatda TMEK yoki tegishli tibbiy komissiya hujjatlarini tekshirishni maslahat beraman. 4-chi nozik jihat. Qaramog'idagi shaxslar bo'yicha ustama avtomatik abadiy berilmaydi. Agar pensionerning qaramog'ida voyaga yetmagan bola, nogiron farzand yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bo'lsa, buning hujjati bor. Lekin bola voyaga yetsa, o'qishni tugatsa, nikohdan o'tsa yoki boshqa huquqiy holat o'zgarsa, ustama qayta ko'riladi. Shuning uchun oldin bor edi. Endi yo'q degan holatlarning ko'pida sabab aynan oilaviy yoki huquqiy holat o'zgarishidir. 5-chi nozik jihat yashash manzili va ro'yxat ma'lumotlari. Pensiya to'lovlari hozir ko'p hollarda elektron ma'lumotlarga bog'langan. Agar odam bir hududdan boshqa hududga ko'chgan, lekin ro'yxatini yangilamagan bo'lsa yoki pasport ma'lumotlari, JSHSHIR bank karta ma'lumotlari mos kelmasa, to'lovni kechikish yoki aniqlashtirish bo'lishi mumkin. Bu ham odamga pulim kamaydi yoki berishmadi bo'lib ko'rinadi. Aslida tizim ma'lumotlarni solishtirishni talab qiladi. 6-chi nozik jihat. Pensiya kartasidagi harakatni tekshirmaslik. Men amaliyotda ko'p ko'raman. Pensioner kartasini farzandiga beradi. Farzandi naqdlashtiradi. Bank komissiyasi, SMS xizmati, kredit yechimi, kommunal avto to'lovlar bo'ladi. Keyin pensioner kam tushdi deydi. Shuning uchun bank ilovasidan yoki bankdan ma'lumotnoma olib, aynan pensiya jamg'armasidan qancha tushganini va undan keyin nimalar yechilganini alohida ko'rish kerak. 7-chi nozik jihat. Pensiya bilan nafaqa farqi. Hamma ham buni ajratmaydi. Ajratma. Pensiya odatda staj va ish haqi asosida hisoblanadi. Nafaqa esa ayrim hollarda staj yetarli bo'lmaganda yoki ijtimoiy holatga qarab beriladi. 2026 yilda o'zgarishlar bo'lganda pensiya oluvchilarga bir tartib, nafaqa oluvchilarga boshqa tartib qo'llanishi mumkin. Shuning uchun qo'shningiz nafaqa oladi. Siz pensiya olasiz yoki aksincha bo'lsa. Summalarni to'g'ridan-to'g'ri solishtirish noto'g'ri. 8-chi nozik jihat. Ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi. Agar oldingi davrda sizga xato hisob bilan ortiqcha pul to'langan bo'lsa, davlat organi buni aniqlaganda keyingi oylarda ushlab qolishi mumkin. Bu juda og'ir holat, lekin amaliyotda uchraydi. Masalan, 6 oy davomida har oy 7000 so'mdan ortiqcha to'langan bo'lsa, jami dardi 20000 so'm farq chiqadi. Bu bir oyda to'liq ushlanmaydi. Odatda tartib bo'yicha bo'lib ushlab qolinishi mumkin. Natijada bir necha oy davomida pensiya kamaygandek ko'rinadi. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, kartaga tushgan summani emas, rasmiy pensiya hisob varag'ini tekshiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling yoki mavjud elektron xizmatlar orqali pensiya miqdori, ustamalar, ushlanmalar, qayta hisob-kitob asoslari haqida ma'lumot oling. Siz menga kartaga kam tushdi deb emas, mening pensiyamning tarkibi bo'yicha yozma ma'lumot bering deb murojaat qiling. Ikkinchi qadam. Bankdan kart harakati bo'yicha ko'chirma oling. Ko'chirmada qaysi sanada qancha pul tushgani, qaysi tashkilotdan kelgani, undan keyin nimalar yechilgani ko'rinadi. Agar pensiya jamg'armasidan 1.800.000 tushib, kartadan 200.000 kreditga yechilgan bo'lsa, bu pensiya kamaygani emas. Agar pensiya jamg'armasidan avval 1.800.000 tushgan, endi 1.600.000 tushgan bo'lsa, demak masalani pensiya bo'limidan aniqlash kerak. 3-chi qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Sizda pasport yoki ID karta, JSHIR, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotnomalar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa. Qaramog'idagi shaxslar bo'yicha tug'ilganlik guvohnomasi yoki o'qish joyidan ma'lumotnoma, boquvchini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar bo'lishi kerak. Agar ustama to'xtagan bo'lsa, aynan o'sha ustama nima asosda berilganini isbotlovchi hujjatni topish kerak. 4-chi qadam, yozma ariza bering. Og'zaki so'rash ko'pincha yetarli bo'lmaydi. Arizada shunday mazmunda yozing. Mening pensiya to'lovim 2026 yil falon oydan boshlab o'zgargani sababli pensiyamning tarkibi, qayta hisoblash asosi, qo'shilgan yoki ushlab qolingan summalar, ustamalar bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingizni, manzilingizni, JSHIR raqamingizni ko'rsating. Arizadan nusxa olib, qabul qilingan sanasi va raqamini saqlab qo'ying. 5-chi qadam, agar javob sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi organga murojaat qiling.
tuman bo'lim tushuntirishi noaniq bo'lsa, viloyat darajasidagi pensiya jamg'armasi boshqarmasiga yoki tegishli davlat xizmatlari orqali murojaat qilish mumkin. Muhimi isyot bilan emas. Hujjat bilan boring. Menga kam berishyapti deyish o'rniga 2025 yil dekabr oyida 1 million 620 ming so'm olganman. 2026 yil yanvar oyida 1 million 210 ming so'm tushgan. Farq 10 ming so'm. Ushbu farqning huquqiy asosini tushuntirib bering deb aniq yozing. 6-qadam eski ish tajingizni tiklashga harakat qiling. Agar ko'rma yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Agar mehnat daftarchadagi yozuv noaniq bo'lsa, sobiq hamkasblar guvohligi ayrim holatlarda yordam berishi mumkin. Lekin eng kuchli dalil arxiv hujjati va ish haqi ma'lumotnomasidir. Ayniqsa, yuqori maosh olgan yillaringizni tasdiqlasangiz, pensiya sezilarli oshishi mumkin. Ko'p odam endi kech deb o'ylaydi. Yo'q, ayrim holatlarda pensiya tayinlangandan keyin ham hujjat topilsa, qayta hisoblash uchun asos bo'ladi. 7-qadam. Nogironlik yoki qaramog'idagi shaxslar bo'yicha muddatlarni nazorat qiling. Agar tibbiy ko'rik muddati tugayotgan bo'lsa, oxirgi kunga qoldirmang. Agar farzandingiz kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnomani vaqtida oling. Agar ma'lumotnoma kechiksa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin, keyin qayta tiklash uchun ortiqcha yugurishga to'g'ri keladi. 8-qadam har oy pensiya tushumini yozib boring. Oddiy daftar tuting. Oy nomi, tushgan summa, ushlanma, farq, izoh. Bu juda oddiy, lekin juda foydali. Chunki siz davlat organiga murojaat qilganingizda aniq raqam bilan gapirasiz. Oldin ko'proq edi degan gap o'rniga. Mart oyida 1 million 360 ming, aprelda 1 million 260 ming, mayda 1 million 430 ming tushgan desangiz, masalani aniqlash osonlashadi. 9-qadam, kimningdir gapiga ishonib vahimaga tushmang. Mahallada hammaning pensiyasi kesildi. Endi stajni olib tashlashar ekan, kim ishlasa pensiyasi kamayar ekan degan gaplar tez tarqaladi. Har bir odamning pensiya ishi alohida. Sizning holatingiz boshqaniki bilan bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun faqat rasmiy ma'lumot, yozma javob va hujjatga tayaning. 10-qadam, farzandlar ota-onangizga yordam bering. Ko'p keksalar elektron tizim, bank ilovasi, ariza yozish, arxivga murojaat qilishni bilmaydi. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, ota-onangizning pensiya tushumini bir tekshirib bering. Bank ko'chirmasini olib bering. Pensiya bo'limiga birga boring. Hujjatlarni tartiblang. Ba'zan o'timi daqiqalik yordam bilan bir necha 100 ming so'mlik xatoni topish mumkin. Bugungi mavzudan asosiy xulosa shuki, 2026 yilda ko'pchilik ko'rayotgan pensiya kamaydi. Holati har doim ham pensiyaning o'zi kamaydi degani emas. Ba'zan ustama to'xtagan bo'ladi, ba'zan ushlanma bor, ba'zan bir martalik to'lov tugagan, ba'zan hujjat tasdiqlanmagan. Ba'zan esa qayta hisob-kitobda xato aniqlangan bo'ladi. Kimdir minimumga yaqin bo'lgani uchun ko'proq qo'shimcha oladi. Kimdir yuqori pensiya olsa ham qo'shimchasi kam ko'rinadi. Kimdadir esa kartaga tushgan pul ushlanmalar sabab kamayadi. Men sizga tavsiya qilaman, summani ko'rib vahimaga tushmang, avval tarkibini tekshiring. Pensiya bo'limidan yozma ma'lumot oling, bank ko'chirmasini solishtiring. Hujjatlaringizni tartiblang. Kerak bo'lsa qayta hisoblash uchun ariza bering. Agar haqiqatan ham xato bo'lsa, uni hujjat bilan isbotlash mumkin. Agar hammasi qonuniy bo'lsa, hech bo'lmaganda nima uchun shunday bo'lganini aniq bilib olasiz. Sizda ham 2026 yilda pensiya summasi o'zgardimi? Qancha qo'shildi yoki qancha kamaygandek ko'rindi? Izohlarda yozing. Qaysi holatlar ko'proq uchrayotganini birga tahlil qilamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida bitta to'g'ri ma'lumot ko'pincha odamning oyma-oy daromadini himoya qilib qoladi.